Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun biz birinchi darsimizni o'tamiz. Birinchi darsimizda shu paytgacha videoroliklar bo'lmagani uchun biz boshqatda o'tishga qaror qildik. Endi biz birinchi darsimizda tushuntirishimiz kerak bo'ladigan narsa ma'lumot turlari bo'ladi. Ma'lumot turlari asosan bizda 3 xil. O'zi ko'p ma'lumot turlari, list, map, shunga o'xshagan narsalar bor, lekin bizda asosan 3 xil bo'ladi. Ya'ni bu integer, str ya'ni string, float. Float ma'lumot turlari. Endi integer bu raqamli ma'lumot bo'lib, bunda faqat butun sonlar yoziladi. Faqat butun sonlar yoziladi. Tushundingmi? Endi string bu asosan yozuvli ma'lumot bo'lib, bu harflar va belgilardan iborat bo'ladi va har doim qo'shtirnoq ichiga yoziladi. Tushundingmi? Demak, str ma'lumot turimiz har doim qo'shtirnoq ichiga yoziladi. Keyin biz ishlatadigan input bor-ku, inputimiz har doim ana shu str ko'rinishida qabul qilib oladi ma'lumotni. Raqam kirsa ham, boshqa narsa kirsa ham str ko'rinishida qabul qilib oladi. Shuning uchun biz doim boshiga int qavsida input yana qavsi bor, yana qavsi qo'yiladi. Shunaqa qilib so'rab olamiz biz har doim. Endi float bu o'nlik kasri ko'rinishi ma'lumot turi bo'lib, 1.9, 2.2 va hokazo ko'rinishda bo'ladi. Tushundingmi? Endi biz ishlatadigan narsalarimiz yana bittasi, eng asosiysi, ya'ni darslar birinchi boshlaganda ishlatadigan narsa bu print. Print bu bosib chiqarish. Bu print ichiga birorta raqam yozsak, oddiy raqam yozilaveradi. Endi ichiga misol uchun str ma'lumotni yozmoqchi bo'lsa, nima qilamiz birinchi? Qo'shtirnoq ichiga yozamiz. To'g'ri. Demak, qo'shtirnoqni ichiga yozamiz. Demak, hamma yozadigan narsa biz ham shuni yozamiz. Hello world. Salom dunyoda yana. Endi biz buni run qilib ko'radigan bo'lsak, demak printimiz hello world so'zini bosib chiqarib beradi. Demak, print vazifasi bosib chiqarish. Endi biz yana bitta o'tadigan narsamiz, endi biz o'zgaruvchi degan narsani olamiz. O'zgaruvchi nima? O'zgaruvchi bu birorta narsani boshqa narsaga tenglashimiz. Misol uchun a raqamiga ga birorta raqamni tenglasak, 123 ga teng qiladigan bo'lsak, demak bu yerda a o'zgaruvchi, ya'ni a imiz 123 ga teng bo'ladi. Demak, buning ichiga print a qiladigan bo'lsak, e'tibor beramiz, o'zgarishlarni xavfga olib qo'ymaymiz. Agar qo'shtirnoq olib qo'yamiz, agar qo'shtirnoq bo'lgan bo'lsa, u oddiy harf bo'lib qoladi. Shuning uchun qo'shtirnoqqa yozilmaydi. Buni o'zini bosib chiqaramiz. Mana 123. Endi misol uchun buni 321 qiladigan bo'lsak, print a plus b qiladigan bo'lsak, demak bizga bu yerda a va b ni qo'shib beradi. 444. Demak, tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. O'zgaruvchi menimcha juda qiyin narsa emas shekilli. O'zgaruvchi birorta narsaga tenglash. Endi biz o'tadigan narsamiz bu type. Demak, biz ishlatishimiz mumkin. Mana a o'zgaruvchiga birorta narsani tenglab oldik. Endi biz bu qanaqa ma'lumot turlaligini bilishimiz uchun printga avval type yozamiz. Type yozib turib, qavs ichiga o'sha o'zgaruvchimizni yozamiz. Endi bizda bu yerda bu qanaqa ma'lumot turligini aytib beradi. Chunki type o'sha ma'lumot turini aniqlay beradi. Integer mana, class int. Mana bu yerga qaraymiz, int. Int bu integer, int qisqartmasi, mana aytib o'tib ketganmiz. Xo'p, endi biz yana o'tadigan narsamiz input o'tamiz ekan. Input biz biror bir o'zgaruvchiga ma'lumot kiritamiz. Misol uchun a o'zgaruvchiga input deb yozadigan bo'lsak, demak a o'zgaruvchiga nima kiritishimizni o'zimiz kiritishimiz mumkin. Ya'ni koddan tashqari ishlayotganda. Endi misol uchun
bu yerga biz birorta ism, misol uchun kim Shohrux deb o'tadigan bo'lsak, Shohrux deb o'tadigan bo'lsak, demak bizda bu yerda ma'lumot turini aniqlab berish kerak, to'g'rimi? Demak, hozir bu yerda nima chiqadi? Shohrux deb o'tadigan bo'lsa. Print nimani chiqarib beradi? Nima qiladi? Yo'q. Bu yerda biz hozir str chiqaradi. Endi kodni biz taxmin aytmasligimiz kerak-da, hozir kodni ko'rishimiz kerak. Nima bo'lyapti bu yerda hozir? Men aytayapman, input har doim str ma'lumotlarini qabul qilib oladi o'ziga deyapman. To'g'rimi? Endi bizda print qilyapmiz, type A deyapmiz. Type nima qilib beradi bizda? Ma'lumot turini aniqlab beradi. Demak, type A qiladigan bo'lsam, A ni ma'lumot turini aniqlab berishga ham hozir bu yerda. Shuni bosib chiqaryapmiz, to'g'rimi? Demak, inputga nima yozadigan bo'lsak, mana nima qilib beradi shunda? Ma'lumot turini aniqlab beradi. Demak, doimiy str deganmiz. Misol uchun endi raqam kiritib ko'ramiz. Raqamlar o'zi integer bo'lishi kerak. 1 2 3 4 qildim. Hozir enterda bosadigan bo'lsa, nima javob chiqarish kerak bu yerda hozir? Nima javob chiqarib beradi demoqchiman. Type. Hozir qiyin bo'lyaptimi shu narsa? Nimasi tushunarsiz bo'lyapti? Hozir bu yerda bizga str chiqarib beradi. Tushuntiryapman. Input har doim ma'lumotni str ko'rinishda qabul qilib oladi. U o'nlik asr bo'ladimi yoki raqam bo'ladimi, yo birorta harf, birorta belgi bo'ladimi, har doim str ko'rinishda qabul qilib oladi. str. Demak, biz bu yerda print qilib turib, type'ni aniqlaydigan bo'lsak, bizda doim str chiqarib beradi input. Doim. Tushunarsiz bo'lyapti, qayerdadir. Ha, tushunarsiz hozir shuni. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Bo'ldi. Demak, endi buni chapter adding int input print type A. Endi hozir biz bekka salon deb o'tadigan bo'lsa nima chiqarib beradi? Str. Yo'q, xatolik chiqaradi. Nimaga xatolik bo'lyapti bu yerda hozir? Savol, nima uchun xatolik bo'lyapti bu yerda? Yo'q. Biz boshida inputni integer ma'lumot turida qabul qilamiz deyapmiz. Demak, input qabul qiladigan narsa har doim endi integer ko'rinishda qabul qilish kerak. Hozir biz salom deb yozayotgan narsamiz bu str ma'lumot turi. Demak, bu yerda xatolik beradi bizda. Invalid literal degan xatolik bor. Mana bu yerda o'qishimiz mumkin. Xatolik nima bo'layotganini aytib beradi. Biz shunaqa. Bugungi birinchi darsimiz shulardan iborat. Endi matematik amalda ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, ko'paytirish amalini biz yulduz orqali bajaramiz. Bo'lish amalini slash, ya'ni drop orqali bajaramiz. Qo'shish, ayirish endi har doim bir xil bo'ladi. Darajaga ko'paytirish, ikkitalik ko'paytiruv. Demak, bizda a ni 3 ga tenglab oladigan bo'lsak, shuni darajasini chiqarish nima qilardik biz? Darajasini ko'paytirish nima qilaman? 2 yulduzcha. 2 yulduzcha endi nima qilaman? 3. Unda kubiga oshib ketmaydimi? Kvadratga oshirishimiz kerak biz. 4. 2 yoziladi. Nima uchun 4? 2 yoziladi. Kvadrat deyilyapti bu yerda. Ran qiladigan bo'lsak, demak 9. 3 ning kvadrati 9. Demak, kvadrat shunday amalga oshiriladi. Endi hop, foizli qoldiqni olish, ya'ni bizda hop, a emas 10 ga teng bo'lsa, print a foizli 3 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerdan bizga qoldig'ini chiqarib beradi.
Ana 3'ga bo'lgandan qoldig'ini chiqaveradi. Nechiga teng bo'ladi unda? 10 3 ga bo'lsa nechi qoldiq? 1 qoldi. Demak, maktab bizga qoldig'ini chiqarib beryapti. Xuddi shu narsa. Endi hop, butun qismini ajratib beradi. Endi xuddi shu narsani butun qismini ajratib olishimiz uchun ikkita slash, ya'ni drop. Endi bizga nimani chiqarib beradi? 3 chiqarib beradi. To'g'ri javob. Xuddi shu narsa. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.